Shunaqangi befarosat odamlar ham ko'p. Kecha ikkita klientimiz kelishdida, mana shunaqa blok olib kelib. Mendan so'rayapti. "Aka, sarkaz necha pul bo'ladi?" deb. "Mashincha bo'ladi" desam, yonda o'rtog'iga 1 soatda mashincha pul topasmisiz? Bu svarshik bo'lish kerak ekanda, nima qilardik? 4 yillab deydi, institut o'qib, shuncha kontrakt pulini to'lab, ishimiz aniq bo'lmagan narsaga deyapti. Bundan ko'ra svarshik bo'lsak bo'lmasmidi? Bizda paytda deydi, svarshiklar alkash bo'lardi. Arzimagan pulga deydi, kelib uyingizda ertalabdan kechgacha ishlab ketardi. Ularni ko'rib biz o'qishimiz kerak ekan deb o'ylovdik deydi. Hunardan bir foyda yo'q ekan deb o'ylovdik deydi. Bu svarshik bo'lish kerak ekanda deb kesatyapti. Aytdim, bo'lish kerak svarshik. Xohlasangiz keling, shogirdlikka olaman desam, bo'ldi, ertadan kelaman shogirdlikka deyapti. Oyiga dedim, $1000 berasiz dedim. Necha oyda o'rganasiz bilmayman desam, shogirddan ham pul so'raysizmi deyapti. Institutga bergansizlar dedim, shuncha pulni. Lekin ishi aniq bo'lmagan. Buni ishi aniq. Xohlagan paytingiz, xohlagan joyda ishlab ketaverasiz. Faqat o'zingizda intirish bo'lsa, qiziqish bo'lsa bo'ldi. Bitta joyda qotib qolmasangiz bo'ldi desam, "Yo'q aka, bu ish menga to'g'ri kelmaydi" deyapti. Unda kelasiz, o'chirda turasiz. Boshqa bor. Kasbingni, diplomingni, mol-mulkingni